Mumkinmi? Ke, Eshik ochiq ekan, kiraverdim. Yaxshi kelyapsanmi? Assalomu alaykum. Bir so'raymi hozir? Yo, ustoz, uzr. Bayram muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Olmax kiyim do'konidan sizga boshdan oyoq sarpo qilib keldim. Maza qilib kiyib yurasiz. Mana sizlar sabab biza tinch osoyishta yurtda yashab yuribmiz. Ovora bo'psan-da, bolam. Ustoz, siz bundanda zo'rlariga loyiqsiz. Loyiqsiz degin. Shunaqa. Endi bolam, meni diqqat bilan eshit. Xo'p. Urush hali tugamadi. Tinch yurtda yashavamiz-ku, urush tugagan. Mana hozirgi urush. Ustoz, bu oddiy telefon-ku. Hozir kelajak avlod hammasi shundan foydalanyapti. Hamma muammo shunda-da. Bilasanmi? Oldin dushman ko'rinardi. Kimligini aniq bilardik. Qayerdan zarba berishini aniq bilardik. Hozirchi, hozir dushman ko'rinmaydi. U sen bilan birga yashaydi. Vaqtingni oladi, fikringni o'zgartiradi. Seni kelajagingni asta-sekin yo'q qiladi. Biz oldin yer uchun, vatan uchun kurashganmiz. Sen esa kelajaging uchun kurashasan. Qadrli va muhtaram vatandoshlarim, siz azizlarni bugungi qutlug' bayram, xotira va qadrlash kuni bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Senga ham muborak bo'lsin. Hammasi uchun rahmat.